Plins ishlatish. Plastik plins sinib ketadi va dabdalasi chiqib ketadi. Uni o'rniga MDF plins qilish kerak. U ham chiroyli ko'rinadi, ham akkuratli turadi. Gipsokarton ustiga aboy ishlatish. Gipsokarton ustiga arzoncha aboy qilib bo'lmaydi, sababi u tez tushib ketib qoladi. Uni o'rniga shpaklyovka bilan bo'yoq qilib olgan yaxshi, bu juda chiroyli ko'rinadi. Polga linoleum ishlatish. Polga linoleum ishlatayotganda ehtiyot bo'lish kerak, sababi issiqlik beradigan bo'lsa, linoleumni o'zini barxiti bilan kley qorishgandan keyin o'zidan zaharli modda chiqaradi. Uni o'rniga laminat yoki parket ishlatgan yaxshi. Butun uy poliga kater o'rnatish. Butun uyga tavsiya qilinmaydi, sababi qishda cho'pli polda isib turadi, yozda esa zaxlab ketishi mumkin. Uni o'rniga oshxonaga, sanuzilga va kiraverishda prixojaga, grazniy zonalarga tavsiya qilinadi. Arzon plastik eshik ishlatish. Arzon plastik eshik bo'lmaydi, sababi sinib ketadi. Uni o'rniga MDF eshik yoki yog'och eshik ishlatilinsa, bu ekologik ham mustahkam bo'ladi, ekologik toza bo'ladi. Arzon bo'yoq ishlatish. Arzon bo'yoq tavsiya qilinmaydi, sababi u qorayib ketadi va zaharli o'zidan ximikat chiqargani sababida bosh og'rig'iga ta'sir qiladi. Uni o'rniga mo'yishi aboylar yoki mo'yishi kraskalar tavsiya qilinadi. Arzon parda relslari. Tavsiya qilinmaydi, sababi u o'zidan ovoz chiqaradi va qiyshayib ketadi. Uni o'rniga bizda alyuminiy rels bor. Shuni qilinadigan bo'lsa, u o'zidan ovoz chiqarmaydi, tekis yuradi va uzoq yillar xizmat qiladi. Dizayn va planirovka bo'yicha. Obuna bo'lib qo'ysin, kifoya qiladi.